Bir odam boylikni istaydi. Nega istaydi boylikni? Dardi nima u odam boylik bilan nega u qadar qashshoqlikdan qo'rqadi? Qo'rquv bormi bu yerda? Bor. Bir odam shon shuhratni istaydi. Nega? Boshqalarni past ko'rishidan yoki boshqalardan past ko'rinishdan, uni qayg'usidan, ozoridan xalos bo'lishni istaydi. Zavqni yaxshi ko'radiganlar bor, shavqni yaxshi ko'radiganlar bor, uni xohlaydiganlar bor. Ular ham bu hislarni yo'qotishdan qo'rqadi. Ana shu qo'rquvdan qochish uchun harakat qilishadi. Zavqqa, shavqqa bor jismi, joni, ruhi bilan, aqli yu fitrati topgan har narsasi bilan yopishadi. Ilmni o'rganadiganlar ham qo'rqadi. Nimadan qo'rqadi? Johillikdan qo'rqadi. Johillikni olib keladigani bir qayg'usidan o'zlarini xalos qilishni, qutqarishni istaydi. Bunga intiladi ya'ni.